u so'g'ibdi. Uyg'onma. Xo'sh. Yorg'in tushib qolibdi-yu. Bo'lsam men ekinlar topga olayman o'zim. Ya. Mana ekinlar ancha o'sib ham qolibdi. Salom qishloqqa. Xo'sh, tushmadim. Bularni ekib qo'yaman endi. Sayzini. Qo'ygan keyin olaman. Hozir menga asosan kerak. Buni solib qo'yaman sanduqqa. Keyinroq merga berib qo'yaman. Xo'sh, menga daraxt. Ya buni solib qo'yay. Daraxt joylagani boraman. Ketdim o'zim. Aytgancha. Salom do'stlar, sizlar bilanman. Men Master Minecraft. Xullas hozir daraxt buzib olaman. Daraxtni buzib olgandan keyin videoni boshlayman hozir. Pauza qilib turaman. Hoppa, bo'ldi. 32 ta yetdi. Buni qo'yaman. Kerak emas menga. Xullas endi uyga ketdim endi uyga. Ya? Nima bo'ldi? Sandig'im. Xo'sh, ya, qani pullarim? Pullar. Hozir narsamni solib qo'ying-da. Pullar qani? Voy, qishloqlar. Voy, qishloqlar. Hamma izmirudlarimni oldi, pullarimni. Kim oldi? O'zlaring bilib tan olaveringlar. Hech bola qilmayman. Qaytarib bersalaring bo'ldi. Yo'q. Biz kim olganini bilmaymiz. Biz olganimiz yo'qmiz. Kim gapirdi? Men. Senmi? Xo'sh. Senlar olgansanlar. Yo'q, nima? Bersalaring beringlar. Bo'lmasam shu qishloqqa o'xshab sizlarni ham uraman. Yo'q, biz bilmaymiz. Biz qayerga kim olganini ham biz bilmaymiz. Biz ham olganimiz yo'qmiz. Xo'sh, mayli, o'zlaring bilasizlar. Demak, ketdim men. Xo'sh. Nima? Qo'riqchi? Voy, sen kimsan? Men masterman. Qishloqdagi o'yinchimisan. Qishloqdagi o'yinchiman. Nima qilmoqchisan bu yerda? Qishloqlar meni pulimni o'g'irlashibdi. Men pulimni qaytarib olmoqchiman. Nima? Bu yerga kiritmayman seni. Nega? Men pulimni qaytarib olishim kerak, axir. Yo'q, kiritmayman. Mayli. Men ham hozir qilichimni olib to'g'ri sizlar aytishlaring mumkin, obunachilar. Senda axir qilich bor-ku, uni ursang bo'ladi-ku deb aytishlaring mumkin. Lekin unda menikidan kuchli braniya bor. Menikidan kuchli qilich bor. Meni osongina yengib qo'yishim mumkin. Xo'sh. Demak, men o'zim kirib olaman. Mening miyamda nima borligini allaqachon sizlar ham tushundilaring shekilli. Xo'sh, orqa tomonga o'tib olaman. Hech kim ko'rmayapti. Xo'sh, mana orqa tomonga o'tib oldim. Endi esa pastga ko'rib tushaman. Bo'ldi, shuncha yetadi. Sana
to'g'risimi? Bu yoqqa jo'laymi? Endi tepaga olasam ham bo'laveradi. Yaxshi. Mana. Ya. Kravat bor ekan-ku. Bu yerda bunday qilib yopib qo'yaman. Endi men hozir bu yerdan shu yerni ham ko'rib olayin. Endi tepaga chiqsam bo'laveradi shekilli. Ha, bo'ldi. Endi tepaga chiqsam bo'ladi. Yeah boy. Eshitgan yo'q, sesgan ham yo'q. Ana izmurudlar. Mana mening 37 desam yo'q. Meniki emas. Lekin ular o'zarda saqlab qo'yishganlari bilgani ham mumkin. Xo'sh, endi bulardan izmurudlarni shunchasini olib olaman. Mazza. Xo'sh. Mana bunday qilaman-da, bu yerni ham yopaman. Va bu yerga chiqib ketaman. Chunki hozir bu yerdan tushib ketsam, mana bu tepadagi umpalas gilamni qo'yib qo'ya olmayman. Demak, bu mendan iz qoldirilgan bo'ladi. Xo'sh, bu yoqni ham yopib qo'yaman. Yaxshi. Qo'yganimni anaqa tashib qo'yaman. Voy. Qishloqlarning pulini o'g'irladim. Qo'y sen, to'xta. Nima? Qochishim kerak. Qo'y sen deyapman, to'xta. Voy. Menimcha qoldi-yu do'stlar. Nega pul o'g'irlayapsan? Bu qishloqlar mening pulimni o'g'irlashdi-ku axir. Men o'zimning pulimni qaytarib olmoqchiman. Yo'q, bu qishloqlar sening pulingni o'g'irlashganlariga isboting bormi? Isbot yo'q, to'g'ri, lekin u qishloqlardan boshqa kim ham o'g'irlardi? Balkim qayergadir tashlab ketgandirsan. Esingda yo'qdir. Balkim. Yo'q, men aniq eslaymanki, eshikda turgan edi. Yo'q, bu qishloqlarning puli. Qishloqlar bu pulni olishmagan, sening pulingni olishmagan. Yo'q, olishgan. Men ketdim. O'tkazmayman. Pullarni ko'p qo'y joyiga. Mayli. Sizlar sezib qoldi-ku. Axir. Chunmasa 37tasini olib qo'yib. 7tasini olib qolamiz-da. Voy, eshityapman. Bas ovozda gapirish kerak edi. Mana bor-yo'q kirka qoldi xolos. Mana tekshiring xohlasangiz. Bo'ldi, tozasan, o'taver. Voy, bale. Men mana bu yoqdan sekin o'tibman. Narigi tomondan o'tishim kerak edi. Xo'sh. Qishloqlar, agar olgan bo'lsalaring, to'g'rilikcha aytaveringlar. Bilmayman. Hozir mana buni o'rding-ku. Uni endi uni o'rganim. U menga nima desam bo'ladi? Agar o'chi kim olgan bo'lsa ham pulimni qaytarib beraversa, hech balo qilmayman. Yo'q, biz olganimiz yo'q. To'g'risini aytaveringlar. Hech balo qilmayman. Yo'q, biz kim olganini ham bilmaymiz. Biz olganimiz ham yo'qmiz. Olganimiz yo'q. Bizni qo'yib yubor endi. Bizni qo'yib yubor. Yo'q, kimlaring kim olganini bilsam, keyin qo'yib yuboraman. Shu yerda turinglar. Biz ketib qolaveramiz.
Do'stlar, ham bilasizlar. Xo'sh. Nima qilsam bo'ladi? Yer tagidan kiraman desam sezib qolmoqda. Tepadan kiraymikan? Tepadan kirsam pastga tushayotganimda ovoz bilinib qoladi. Hamda daraxtning daraxt buzilganda ovoz balandroq bo'ladi. Yashirincha borib ko'raymikan? Sekin. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Voy. Obunachilar, nima qilishimni yozib ketinglar. Men sizlar aytgan usuldan foydalanib, o'sha ishni qilaman. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Xo'sh. Nima qilayin? Yerning oldiga kiraymikan? Merqani? Sandiqning ichida yo'qmi men? Sandiqning ichida nima qiladi? What the fuck? Shuncha izolota bor ekan-ku. Meni. Voy, dalib boyvachcha ekan nima? What the hell, bro? Xo'sh. Demak, sekin yashirincha tushamiz yana. Sekin tushamiz bu safar. Sekin ichimizga gapiramiz. Xo'sh. Nima qilaylik? Sandiqni ochaman va olaman. Xullas shuncha yetadi. O'zimdan izim qoldirmasligim kerak. Mayli, yana bitta qo'yib qo'yaman. Esa yigirma so'mda buniga tosh qo'yib qo'yaman. Endi esa sekin bu yerdan chiqib ketaman. Xo'sh, tezroq qilish kerak. Sezmadi. Buni qo'yish kerak. Mana bu yerda loy bordi. Yaxshi. Sezmadi. Yo'q, sezib qolishim mumkin. Mana shu tomonning mana bu daraxtlar orqasidan sekin o'tib ketamiz. Sekin o'tamiz. Xo'sh. O'tib oldim, qo'riqchining oldidan. Do'stlar, o'tib oldim, qo'riqchining oldidan. Xo'sh. Ketaveringlar endi sizlar. Menga kerak emas sizlar. Mayli. Nima? Sen nega bizni qo'yib yuboryapsan? Qo'yib yubormoqchi emas eding-ku. Endi qo'yib yuborgim kelib qoldi. Ketaveringlar. Rahmat. Xayr. Xo'sh, do'stlar. Master bu Sigma bo'ladi. Master o'zining narsalarini berib qo'ymaydi hech kimga. Ketaveringlar dedim-ku. Hozir. Shu yerda ham turaveringlar. Men ham to'g'rilab qo'ydim. Va endi uyga kiraveraman. Nima qilsam bo'ladi? Aytgancha videoni tugatay. Albatta-da, yana nima qoldi? Do'stlar, bu videoda sizlar bilan Master Minecraft bo'ldi. Keyingi videolargacha goodbye.